Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Siz Andijon Tunikafon kanalini tomosha qilmoqdasiz. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan Tunikafon ishlarini qilib bermoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Oqqo'rg'on mahallasida o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 13-may 2025-yil. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr Tunikafonning narxi barcha xarajati ichida tunikani rasxodiga hisoblaganda 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Biz ushbu xonadonimizni barcha xarajati ichida 15 million 400 ming so'mga bitkazib berdik. Bu xonadonimizni mana shu tashqari shapkasi, darvozaxona va ichkari shapkasini G shaklida Tunikafon qilib berganmiz. Bu xonadonimizga jami bo'lib tunikani rasxodiga hisoblaganda 100 kvadratga yaqin tunika ishlatdik va Tunikafondan tashqari 2025-yilda trendga aylangan kosmosimizdan bir dona o'rnatib berdik. Bu kosmosimiz alohida hisoblanadi. Agar siz qo'ymoqchi bo'lsangiz 200 dollarga olib borib o'rnatib beramiz. Agar boshqa ustaga qo'ydirib olaman deyadigan bo'lsangiz ham biz buni o'zimiz tayyorlab sotamiz. Unda bir donasi 160 dollardan bo'ladi. Agar sizga mana shunaqa kosmos kerak bo'lsa ham bemalol ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'laning. Bizda birinchi qo'l, xudo xohlasa sizga mana shunaqa kosmosni aytgan razmeringizda tayyorlab beramiz. Tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz ham bemalol ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Inshaalloh sizni xonadoningizni ham o'zingiz xohlagan fasonda biz jamoamiz bilan birgalikda borib Tunikafon qilib beramiz. Bu xonadonimizning ichkari shapkasini 2 qavatli fasonda qilib berganmiz. Shunda karnizimiz kakras romgacha tushgan va mana bu ikkita romning o'rtasidagi ustunlarimizni ham koreshneviy svetda o'rab berganmiz. Bu yerda 3 ta ustunimiz mavjud. Tunikafonimizning rangi oq rangga, mokriy rangda bo'ldi, qadrdonlar. Aytib o'tganim, ichkari shapkasi 2 qavatli fasonda bo'lgan, darvozaxonasining atroflari pianino ko'rinishda, o'rtasi kosmos bo'lgan va tashqari shapkasi skromniy holatda kobra fasonda qilib berilgan. Ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha aytib o'tishga harakat qildim, hurmatli obunachilar. Albatta bizni Andijon Tunikafon kanalini yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi biz kanalimizga deyarli har kuni mana shunaqa qilgan Tunikafon ishlarimizni, video roliklarini obzor tariqasida joylab boramiz va videolarimiz davomida Tunikafonga oid kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berib o'tishga harakat qilamiz. Bilasizlar do'stlar, biz tunikani rasxodini hisoblaymiz, joyida kvadratini emas. Biz aytgan kvadrat, 100 kvadrat bu mana shu xonadonimizni tunika rasxodi, joyini kvadrati emas. Bu xonadonimizning joyini kvadrati 60-65 kvadrat atrofida edi. Aynan mana shu fasonda qildirilganligi uchun xonadon egasi 100 kvadrat u yoq-bu-yog'ida tunika rasxod bo'ldi do'stlar. Ya'ni joyida kvadrat 60 kvadrat, aynan mana shu fasonda 100 kvadrat u yoq-bu-yog'i tunika rasxod bo'ldi, hurmatli obunachilar. Xo'p do'stlar, videomiz qisqaroq bo'ldi. Mana sizlarga iloji boricha kerakli ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildim. Albatta videoga bitta like bosib, uyni qurilish qilayotgan tanishingizga video rolikni yuborib qo'ysangiz, albatta biz bundan juda ham xursand bo'lar edik. Sizlar bilan men usta Shohruxbek bo'ldim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.